Darsimizning davomi, ya'ni Krebslikning davomi elektron transport zanjiri. Elektron transport zanjirida bizda ATF hosil bo'ladi. Ya'ni energiya manbai hosil bo'ladi. Elektron transport zanjiri 5 ta kompleksdan iborat. Birinchi kompleks, ikkinchi kompleks, uchinchi kompleks, to'rtinchi kompleks va beshinchi kompleks. Ularni ko'rib chiqamiz. Birinchi kompleks bu NADH dehidrogenazi hisoblanadi va NADHdan NAD hosil bo'ladi. Ya'ni protonni ichki membranaga o'tkazib beradi. Kompleks suksinat dehidrogenazi fathachikdan fath hosil bo'ladi. Protonni ichki membranaga o'tkazib beradi. Kompleks 3. Kompleks 3 koenzim Qdan sitoxrom Cga protonlarni o'tkazib beradi. Va bizda 4-chi kompleksda protonlar oksidlanib suv hosil bo'ladi. Va 5-chi kompleksda ATF hosil bo'ladi. Ya'ni ADF fosforillanib ATF ga aylanadi. Va elektron transport zanjirining ikkinchi nomi, ya'ni boshqa nomi oksidativ fosforilanish deb ham ataladi. Ya'ni bu yerda oksidlanish ketyapti, mana bu yerda fosforilanish. Oksidativ fosforilanish bu elektron transport zanjirining ikkinchi nomi. Shu elektron transport zanjirining bizda ingibitorlari bor. Bular qaysilar desa, birinchi kompleks ingibitori rotenon hisoblanadi. Ya'ni bu insektitsid va metformin. Metforminni qachon qo'llaniladi? Qandli diabetning ikkinchi tipida metformin preparati qo'llaniladi. Va kompleks 3 ingibitori bu antimitsin. Antimitsin antibiotik hisoblanadi. Va kompleks 4 ning ingibitori azid, sianid va is gazi hisoblanadi. Va kompleks 5 ning ingibitori olgomitsin. Bu ham antibiotik hisoblanadi. Ya'ni shu moddalar ta'sirida shu komplekslar ingiberlanib elektron transport zanjiri ishi pasayib ketadi, ya'ni ingiberlanib ketadi. Va shu yerda bir narsani aytib o'tish kerak. Sianid va is gazidan zaharlanganda teri rangi gilos qizil rangga kiradi. Qish mavsumida kuzatiladi. Asosan is gazidan zaharlanish. Shunda teri rangi qizil rangga kirib qoladi. Ko'rsangiz gilos qizil rang bo'ladi. Va sianiddan zaharlanganda ham. Mana shunda birinchi yordam ko'rsatish kislorod terapiya, ya'ni kislorodli havo beriladi. Va keyingi rejamiz bu unkopling agentlar, ya'ni ajratuvchi vositalar. Bular nima desa, bu membrana o'tkazuvchanligi ortib ketadi. Proton gradiyenti tushib ketadi. ATF sintezi to'xtaydi. Ya'ni ATF sintezlanmaydi bu yerda. E'tibor bering, ATF sintezlanmaydi, lekin elektron transport zanjiri davom etadi. Energiya issiqlik sifatida chiqa boshlaydi. Bunda harorat, ya'ni temperatura, harorat oshishi kuzatiladi. Bu nima tushunsak bo'ladi bu yerdan? Ya'ni bu unkopling agentlar, misol keltiraylik, mana bu yerda 2,4-dinitrofenol keltirilgan. 2,4-dinitrofenol bu vazn yo'qotish uchun noqonuniy tarzda foydalanadi va aspirin yuqori dozada. Ya'ni bu preparatlar organizmda elektron transport zanjiriga ta'sir etadi va ATF hosil qilmaydi. ATFda saqlanadigan energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Va bunda temperatura kuzatiladi. Ya'ni shu moddalar ta'sirida elektron transport zanjiri davom etib ketaveradi, lekin 5-kompleksda ATF hosil bo'lmaydi. Bunda hosil bo'ladigan energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi organizmda. Va bizda glikoliz reaksiyasi bor edi. Glikoliz reaksiyasida glyukozadan pirvat hosil bo'lardi. Ya'ni glyukoza 6 fosfat, fruktoza 6 fosfat, oxiri pirvat hosil bo'ladi. Biz buni nimaga gapiryapmiz? Mana shu anaerob glikoliz natijasida ikkita NADH hosil bo'ladi. Ya'ni NADH hosil bo'ladi glikoliz natijasida. Endi bu NADH elektron transport zanjiriga kirishi kerak. Lekin bu sitoplazmada.
sitoplazmadan mitoxondriyaga kirish uchun ikki xil yo'l bor. Birinchisi molat aspartat shattil va gliserol 3 fosfat shattil. Shu ikkita shattil orqali NADH sitoplazmadan mitoxondriyaga kiradi. Biz molat aspartat shattilni ko'rib chiqamiz. Molat aspartat shattilli aspartatdan oksilyatsiya hosil bo'ladi. Oksilyatsiya sitoplazmada bo'lyapti. To'g'ridan to'g'ri mitoxondriyaga kira olmaydi. Shuning uchun molatga aylanadi va bu jarayonda ko'rib turganingizdek NADH o'zini vodorodini beryapti molatga va NAD+ hosil bo'lyapti. Va molat mitoxondriyaga kirgandan so'ng qaytib oksilyatsiyatga aylanadi. Ya'ni mitoxondriyaga kirgandan so'ng oksilyatsiyatga aylandi va NADH hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek mana. Bu yerdagi NADH bu yerda hosil bo'lyapti. Ya'ni NADH mitoxondriyaga olib kirilyapti. Oksilyatsiyatdan yana aspartat hosil bo'lib, yana sitoplazmaga chiqib ketadi. Shu yo'l orqali NADH mitoxondriyaga olib kiriladi. Bu molat aspartat shattil deb ataladi. Chunki mitoxondriyada NADH ATFga aylanadi elektron transport zanjiri orqali. Gliserol 3 fosfat shattil. Bu ikkinchi shattil. Mana bu yerda glikoz ketyapti. Gliseroldagi 3 fosfat 1,5 bisfosfoglisirlatga aylanyapti. Va bu jarayonda NADH hosil bo'lyapti. Mana shu NADHni mitoxondriyaga olib kirish kerak. Bu jarayonda gliserol 3 fosfatdan dihidroksiaseton fosfat hosil bo'ladi va mana bu yerdagi NADH orqali. Va bu NADH NADga aylanadi, ko'rib turganingizdek. Va bu NAD FATH-ga aylanishda ishtirok etadi. Va shu yo'l orqali olib kiriladi. Va ko'rib turganingizdek bu NADH FATH-ga aylanyapti mitoxondriya ichida. Endi hisoblab chiqamiz. Molat aspartat shattil orqali organizmda 32 ta ATF hosil bo'ladi. Biz o'rganganmiz 36 ta yoki 38 ta ATF hosil bo'lishini. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Organizmda 30 ta yoki 32 ta ATF hosil bo'lishi hozirgi adabiyotlarda ko'rsatilgan. Mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Glikolizda 2 ta ATF hosil bo'lyapti. Mana bu keltirilgan va glikolizda 2 ta NADH hosil bo'lyapti. Bu 2 ta NADH 5 ta ATF ko'rinishda. Ya'ni bitta NADHdan 2,5 ta ATF hosil bo'ladi. Ya'ni bitta NADHdan 2,5 ta hosil bo'lgandan keyin 2 tadan 5 ta ATF hosil bo'ladi. Va mitoxondriyada 8 ta NADH hosil bo'lyapti. Nima uchun 8 ta deyilsa? 8 ta NADH hosil bo'lishi bu 3 tasi Krebs siklida hosil bo'ladi. 3 ta NADH Krebs siklida, bitta NADH perioddan asetil-CoA hosil bo'lishida. Shunda jami 4 ta NADH hosil bo'lyapti. 4 ta NADH. Nima uchun bu yerda 8 ta keltirilgan deyilsa? Chunki bu 1 mol perioddan hosil bo'lishi keltirilgan. Ya'ni 1 mol perioddan 4 ta NADH hosil bo'lyapti. Bizda 1 mol glyukozadan 2 mol period hosil bo'ladi. Demak, 2 mol perioddan 8 ta NADH hosil bo'ladi. Shuning uchun 8 ta NADH keltirilgan. 8 ta NADHdan har biridan 2,5 moldan chiqsa 20 mol ATF hosil bo'lyapti. Va Krebs siklida 2 ta FATH hosil bo'lyapti. Biz reaksiyada ko'rgandik, bitta FATH edi, lekin 2 mol asetil-CoA bo'lgani uchun, ya'ni 2 mol period bo'lgani uchun 2 ta FATH keltirilgan. 2 ta FATH-dan 3 ta ATF hosil bo'ladi. Chunki bitta FATH-dan 1,5 ta ATF hosil bo'lyapti. Ikkitasidan 3 ta hosil bo'ladi. Va Krebs siklida 2 ta GTF hosil bo'ladi umumiy hisobda va bitta GTFdan bitta ATF hosil bo'lgani uchun 2 ta GTFdan 2 mol ATF hosil bo'lyapti. Shunda qo'shib chiqadigan bo'lsak, 5 ga 2 7, 7 ga 20, 27, 27 ga 3 30, 30 ga 2 32 mol ATF hosil bo'lyapti. Shu yerda
Oldingi adabiyotlarda 1 mol natrashdan 3 mol ATF hosil bo'lishi keltirilgan. 1 mol fathashkidan 2 mol ATF hosil bo'lishi keltirilgan. Shunda organizmda 36 ta ATF yoki 38 ta ATF hosil bo'lar edi. Lekin bizda 30 ta yoki 32 ta ATF hosil bo'ladi. Bu yerda 32 ta ATF hosil bo'lishini ko'rib chiqdik. Keyingi slaydda 30 ta hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozirgi adabiyotlarda 2,5 mol ATF hosil bo'ladi yoki 1,5 mol fathashkidan. Oldingi adabiyotlarda 3 ta edi va 2 ta edi. Shuni hisobiga 30 ta 32 ta bo'lyapti. Mana bu yerda glisirol 3 fosfat shattil keltirib o'tilgan. Glikozda 2 mol ATF hosil bo'lishini ko'rib chiqdik. 2 ta ATF. Glikozda fathashki glikozda 2 ta natrashki hosil bo'ladi. U mitoxondriyaga kirgandan so'ng fathashkiga aylanadi. Shuning uchun qizilda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni glikoz hosil bo'lgan natrash glisirol 3 fosfat shattil orqali mitoxondriyaga kirgandan so'ng fathashkiga aylanadi. Shuning uchun 2 ta fathashki keltirilgan. 2 ta fathashkidan 3 mol ATF hosil bo'ladi. Mitoxondriyada 8 ta natrashdan 20 ta ATF hosil bo'lishini ko'rib chiqdik yuqoridagi slaydda va 2 ta fathashkidan 3 mol ATF, 2 ta ATFdan 2 mol ATF. Umumiy hisobda 30 mol ATF. 2, 3, 5, 25, 28, 30. 30 ta ATF hosil bo'lyapti. Ya'ni organizmda 1 mol glyukozadan yo 30 ta yo 32 ta ATF hosil bo'lyapti. Oldingi adabiyotlarda 36 ta yoki 38 ta edi. Biz uni mazmunini yuqorida ko'rsatib o'tdik. Ya'ni nima uchun 30 ta yoki 32 ta hosil bo'layotganini yuqoridagi slaydda gaplashib o'tdik.